Bugun 1-mart. Qulupnaylarimizni holati mana 15-20 beri terim qilyapmiz. Koreyskiy Minxiang navimiz. Mana shu Minxiang mavjud. Yana qizarib pishdi boshladi. Har 3 kunda terim bo'lyapti. Kalibrovkalarimiz yomon emas, yaxshi. Maydalashib ketgani yo'q. Kalibrovka qilib turibmiz. Yiriklarimiz ham bor. Qulupnaylarimiz mana shunday chiqib turibdi. Bu yerda 2000 ta ko'chat ekilgan. Ko'chatlarimiz 2000 ta ekilgan. Koreyskiy Minxiang 2 kunda bir oziqlantiryapmiz. Bargidan Agrobortrak Fosfit sepilyapti gullar uchun. Hosillarimiz mana shu pishib, chiroyli bo'lib pishib kelmoqda. Bugun 1-mart holati bo'yicha qulupnaylarimiz mana chiroyli bo'lib pishib, ertaga yana terim qilamiz. Xudo xolasa 3 kunda terim qilyapmiz. Chiroyli bo'lib shoda-sho'rasi bilan pishyapti. Ba'zi bunday holatlari ham bo'ladi. Ularni terib turamiz. Mana shunday qulupnaylarimiz bir tekis pishib kelmoqda mana. Chiroyli bo'lib noyabrdan beri terim bo'lyapti. Minxiang navi juda serhosil. Qish bo'ylab hosil beradi. Mana shunday navimiz. Solxyangdan qaraganda serhosil, hosillari juda yaxshi. Solxyanglarimiz to'xtab qoldi. Hozir narigi xonamizda Solxyang bilan Kingsbury navi bor. Ularni ham bir hosillarni ko'rsatib o'taman. Mana shu issiq joyimiz, mana shu issiq joyimizda ko'proq terim qilganmiz. Ko'proq hosillari pishib kelmoqda. Chiroyli bo'lib yana gullamoqda, yana gullab hosil mana chiroyli bo'lib gullayapti. Minxiang navi. Issiqxonamiz 2 sotixdan iborat. 2 sotix maydonda 2000 ta ko'chat ekilgan. Issiqxonamizning eni 6 metr. 6 metrga 3 ta 1.10dan 5 ta agat tushgan. 5 ta agat 1.10dan qilingan. Issiqxonamizda pomidor ekilmaydi, ko'chatimiz o'zi qoladi. Mana issiqxonamiz mana shunday hosil bermoqda. Mana shunday hosildorlikda. Aziz do'stlar, kuzatishda davom etinglar. Podpiska bo'lib, obuna bo'lishni unutmanglar. Like bosib, do'stlaringizga jo'natishni unutmanglar. Mana qaranglar, mana shu noyabrdan beri terim qilyapmiz. Noyabr qish bo'ylab hosil teryapmiz. Mana 1-martga kelib, yana hosillarimiz to'xtagani yo'q. Videolarimni kuzatib borsalaring, oldingi videolarimda ham qo'yganman. Qanday ketishlari, hosillari, nima ish qilinganlari, ekilganlari. Videolarim boshidan kuzatsalaring, qanday ekilgan, nima qilib, ishlov berilgan, hammasi mana shu yerda bor. Instagram kanalimda ham bor. YouTube'da sal kamroq, lekin Instagram kanalimda Qulupnay Denov deb yozsalaring chiqadi, yo bo'lmasam shu Yahyo Sherif deb yozsalaring ham Instagramdan videolarim chiqadi.